Azizlarim, musofirda yurgan aka-uka, opa-singillarim, shunaqa chiroyli uy olaman deb yurgan aka-uka, opa-singillarimga, menga ham, videoga olib turgan operatorimga ham shunaqa chiroyli uylar nasib qilsin. Men uyni Qirg'iziston O'sh shahri juda ham yaxshi lokatsiyadan sizlarga zo'r uy topib keldik azizlarim. Bitta ko'ramizmi? Do'stlar, men uyni qaranglar, juda ham chiroyli uy ekan azizlar. 6 sotik 8 xonadan iborat. Robotdan kirganimizda chap tomondagi birinchi katta zalimizdan sizlarga ko'rsatishni boshlaymiz, keling aka. Mashalloh, qaranglar azizlar, bu yerda eng qizig'i mana hamma yo'q sizlarga bonus qoladi ekan. To'g'ri idish-tovoq kiyimimizni olamiz deb aytdi egasi. Mana qaranglar, ko'cha tomonda aynagimiz bor. To'y kunda xudolar kelib, maza qilib o'tiradigan chiroyli zal ekan azizlar. Xo'p azizlar, bu yerda yer to'lamiz ham bor, juda katta bir keng. Azizlar, mana ikkinchi xonamiz bo'lyapti. Keling aka, bu ham bir mehmonxona ekan. Mana do'stlar, mana qaranglar. Rosa mehmonlar kelib o'tiradigan azizlar, mana stollarda hamma yo'q o'ziga yarashib turibdi. Yana qaytarib aytyapmiz. Azizlar, bu yerda hamma yo'q qoladi, mana dizaynlarda beling ekan. Juda ham bir chiroyli yangi remont ekan. Sizlar bilan robotdan kirganda chap tomondagi xonalarimiz bilan tanishib chiqyapmiz. Mana 3-xonamiz bo'lyapti, qaranglar azizlar. Bu spalniya ekan, mana qaranglar, mashalloh. Qaranglar, yana qaytarib aytyapmiz. Hamma yo'q qoladi, mana mebellar, mana dizaynni qarang. Juda ham bir chiroyli spalniya ekan. Yoshlarga keliblar. Mana yerda bir sanuzli ham bor ekan, aka berib qo'ying. Dom qilib solingan ekanda, tashqariga chiqishga hojati yo'q. Azizlar, bu spalniyamiz ro'pparasida bu detskiy spalniyamiz ekan. Qaranglar, bu ham bir detskiy qilingan ekan, lyustrlargacha bu qaranglar. Juda ham shinam, chiroyli, kichkinagina xonamiz. 4-xonamiz bo'lyapti. Azizlar, sizlar bilan robotdan kirganimizda chap tomonda uylar bilan tanishib chiqdik. Hozir bir juda ham katta kuxnyasi bor, 10 metrlik azizlar. Keyin 10 tomondagi chiroyli uylarimizni ko'rib chiqamiz. Aka, ketdik. Men bu bir xonaga kiraman deb o'ylabman. Aka, men robotdan kirganimizda 10 tomondagi xonamizga keldim. Koridori bilan, holi bilan 4 xona bo'lib qolyapti. Juda ham maza qilib yashaydigan uy ekan. Keling aka. Mashalloh, men uyda abeling aka, men qarang. Juda ham chiroyli uy. Bir kirib bilan maza qilib yashaydigan. Gilonlari, poloslari, azizlar, bu yerda nimaki ko'rgan bo'lsanglar, hammasi qoladi shu yerda azizlar. Hech narsa olib ketmaymiz deyapti. O'tirib aka turmaysizmi? Uka turgim kelmay qoldi. Mana qarang, uyni qarang, uka, bir baho beringlar azizlar. Zalda qaranglar, chiqqim kelmayapti. Bir muzdekina maza qilib. Mana stolni beringda, mana qarang. Boshda yiqilib tushay debman. Juda ham chiroyli shinam uy ekan azizlar. Mana qudolarni kuzatib, bir tijorat bo'lmasdan maza qilib mehmon kutadigan uy ekan. Do'stlar, eng qizig'i men sizlarga aytmoqman azizlar, hamma xonamizda manaqa zo'r paravoylari bor. Bu pardani orqasida ko'rinmabdi. Qaranglar, mazza qilib prosta kelib yashaylar azizlar shu uyda. Kelyapsizmi uka? Men qarang, podvalda adashib qoladigan podval ekan. Juda ham katta bir sport zallar qilib qo'ysalar bo'ladi ekan azizlar. Imo tuzlanganlarni qilganini qarang. Etajerka deydi, polkami. Juda ham katta, balandligini abeling ekan, qo'limiz ko'tarsak qo'limiz tegmaydi. Muzdekina buni ham bir uy quvasa bo'ladi azizlar mana. Qishga zagotovkalar ham bor ekan, bular ham qoladi ekan azizlar, abeling. Xo'p do'stlar, murojaat uchun srochniy raqamlarni yozamiz. Mana chiroyli uyimizni azizlar, juda ham fayzli uy ekan. 0755 bilan 36 77 75. Qaytaraman, 0755 36 77 75. Azizlar, kelib ko'ringlar, bu lokatsiya juda ham yaxshi lokatsiya. Bobur aytibdi, Tevasda bo'lyapti. Qirg'iziston O'sh shahri Beshkapada azizlar. Beshkapa desa, o'nadi deb Beshkapa emas, Shayttivadagi azizlar. Do'stlar, mana qaranglar, bir restoran azizlar. Bu kuxnya emas, to'ylarda o'tkazib yuborsa bo'ladigan juda ham katta bir 10 metrlik kuxnyamiz bo'lyapti. Eng qizig'i azizlar, mana vitichkalarimiz bor, har xil hid qushlari bo'lmaydi, mana mebellar, kuxnyalar hammasi qoladi. Nimaki ko'rgan bo'lsalar, hammasi qoladi. Hammamizga shunday uylar, kuxnyalar nasib qilsin azizlar. Yana keyin bu yerda muzlatgich ham 2 tami 3 ta ekan azizlar. Mana qaranglar, garderovka debman. Ochsangiz bu yerda muzlatgich. Mana bu ikkinchi muzlatgichimiz, uchinchisida qani kim bor ekan? Suvchasmi? Qani, muzdaymi? Muz topaman. Siz nima qilyapsiz bu yerda? Lekin olgangiz aka. Yo'q. Menga nima ismini uchta aytaymi? Olim, azizlar. Onalariga ukalari demadingiz-da. Sudoni aka. Xo'p aka, ko'rib chiqdik-a, polni uylar. Siz nima deysiz endi bu uyga? Bu uyda egasini men burundan taniyman-da. U yoshligimdan taniyman. Bu uyda qilayotganda hech nimadan ayamaganda, misol uchun materialni mana 50 so'mlik bo'lsa,
Mana 100 so'mlik bo'lsa, ayamasdan 100 so'mligini olgan. Ammo ko'rinib turibdi. Ichkarida ko'rayotgan bo'lsangiz, kuxunniy garderoblaridan hamda xolodilnik bытовой texnikalardan eng oldi, eng tozalarini olganda, buni olgan odam, misol uchun hozir biz oxirgi narxini aytamiz, deyoradida, yo'q. Odamlar har bir uyda narxi bo'ladi-da. Bunday olib, bunchalik keltirish uchun biz aytadigan narxdan 2 barobar ketgani ham bo'lishi ham mumkin-da. Только для себя qilgan ekanda, bu niyatim ham yo'q edi deyapti. Menga ham rosa yoqdi. Videoni boshida ham sizlarga aytdim, azizlar, hammamizga shunaqa uylar nasib qilsin. Narxiga kelsak, $350,000 ozgina kami bor deyapti. Ammo kami bor. Telefon qilaverasiz. Chunki opani o'g'li Amerikada, Amerikaga chaqiryapti, opam Amerikaga ko'chib ketyapti. Sotishdan maqsad shu. Shu maqsad. Do'stlar, qaranglar, mahallamiz asfalt bo'lgan. Bu yer yana qaytarib aytib o'tib ketay sizlarga. Qirg'iziston O'sh shahri Beshkapa, ko'chamizning nomi Qo'chqorboy Sabelov 19-raqamli. Juda ham chiroyli uyimiz bugungi kunda sotuvda azizlar. Mana Bobur aytibdi, tevasida bo'lyapti.